Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birga bo'sh xonaning interyer dizaynini Donplan AI orqali chiqarishni ko'rib chiqamiz. Ekranning yuqori qismida AI Studio tugmasini bosamiz va AI interyer yaratish bo'limiga kiramiz. Endi esa bo'sh xonaning rasmini yuklaymiz. Xonamizning turini tanlaymiz va xonaning dizayni qaysi uslubda ko'rmoqchi ekanligimizni tanlaymiz. Men misol uchun modern uslubini tanladim. Endi esa dizaynimizning rangini tanlaymiz va ko'rib turishingiz mumkin, Donplan AI bir necha soniyada bizning natijani chiqarib berdi. Va mana AI natijasi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr.